bitta narsa, Koreyaga kelganlaringdan keyin Koreyadagi holatlardan bittasi odamzod o'zini qanaqadir bir yolg'iz his qilishni boshlaydi. Bu holatda odamzod stress holatida bo'lishi ham tabiiy holat. Agar uylanib, ya'ni Koreyaga kelgan bo'lsa, bu juda ham qattiq bilinadi. Ko'pchilik aytishi mumkin, Koreyada o'rmon bor, Koreyada manzarali joylarni juda ham ko'p ko'ramiz. Eng zo'r doramalar, kinolar, eng zo'r manzarali joylar, dengiz kabi bir yaxshi ko'ngilochar joylar ko'p deyishlaring mumkin. Videolarda faqat Koreyada shunaqa chiroyli joylar bor ekan, shunaqa chiroyli joylar bor ekan, manzilni videoni описаниесida qoldiraman yoki videoni so'ngida qoldiraman degan videolar juda ham ko'p keladi. Lekin Koreyada bo'lib turgan odamni o'sha yerga borishga vaqti bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Masalan, men ham Koreyaga kelmasdan oldin, Koreyaga borganimdan keyin mazza qilib aylanaman deyishimni deb o'zim bir xayollar qilardim. Lekin mana hattoki masalan mashina olganimdan keyin ham fizikiy, ya'ni jismoniy jihatdan bu narsaga vaqtim yetmaydi. Tushunyapsizlarmi? Bu bitta menda bo'layotgan holat emas. Men o'zimda bo'layotgan holatni aytaman albatta. Ko'pchilik bir 90% odamda shunday holat bo'ladi. Endi to'g'ri, masalan, talaba vizasi bilan kelganlar, Seulga yaqin bo'lgan joyda, ya'ni umuman shaharda o'sha metrosi bor odamlar to'g'ri manzarali joylarga borishi osonroq bo'ladi. Lekin mana 7-9 qolgan ishchi vizalar bilan kelgan odamlarning ko'pchiligi manzarali joylarga borishga fizikiy, ya'ni jismoniy jihatdan vaqti bo'lmaydi. Shuning uchun Koreyaga kelyapsizlarmi? Shu holatlarga tayyor bo'lib bemalol kelaveringlar. Chunki agar bu holatga tayyor bo'lib kelmasanglar, boshida albatta juda ham qiynalasizlar. Ya'ni ruhiy jihatdan qiynaladi, qiyinchilik bo'ladi. Odamzod o'zini yolg'iz his qilishni boshlaydi. O'ziga o'zi gapirayotgan holatlar bo'lib qoladi. Bu konkret holatlar, buni bo'layotgan holatlar, o'zimda bo'lgan holatlarni aytib beraman sizlarga. Shuning uchun bemalol faqat ishchi nimasi bilan, shashti bilan kelib pulni soqqani qilaman deb kelinglar. Lekin har doim ham aytib qo'yaman, har doim ham manzarali joylarga, o'sha faqat TikTok, Instagramda trend bo'ladigan joylarga borishga sizlarning vaqtlaring bo'lmaydi.